Eksperiment videoda o'tkazib yubormayotganingiz sizga foydali bo'lishi mumkin. Bu men uchun hook edi. Xullas, shu paytgacha 600 ta video olgan bo'lsam, hech qachon 10 millionta prosmotr bo'lmagan ekan. Har doim shu bir 7 million bo'lgani bor, 500 mingta like to'plagan eng ko'pi. Endi u yerda like bosing, prosmotr qiling demaganman hech kimga. Shunaqa umumiy mavzu topganman. Lekin 10 millionta odam ko'radigan umumiy mavzu topmagan ekanman. Lekin menda shunaqa podozreniya bor. O'zbek tilini tushunadigan odamlar 10 milliontadan ko'p deb o'ylayapman. Shuning uchun shu videoni qo'yaman, profilimga qadab qo'yaman. Deta bir 7 kunda 10 million ko'rsa kerak deb o'ylayapman. To'g'risi, bir 2 kunda ko'rib qo'ymanglar, shuncha odam bo'g'iyaptim Instagramda deb men o'zim achinib ketib qolaman. Bir 7 kunda ko'rsa, shu o'zim bilib olish uchun hech qanaqa pul ham bermayman, hech qanaqa narsa tarqatmayman. Telegram kanalimda ham hech balo yo'q. Bu narsaning orqasidan pul ham ishlamayman, reklama ham yo'q, hech qanaqa haligi prosmotrga ham pul to'lashmaydi. Shuning uchun shunaqa qilmoqchiman. Shuning uchun umumiy mavzu endi shu o'zbek tilini tushunganlar deb nomlaymiz. Bo'lmay qolgan taqdirda ham target yoqib bo'lsa ham isbotlayman xullas. Men programmistlikni o'rganyapman, chunki Instagramda chiqqan reelslarni menga tashlab o'tiraveradigan yoshlarni nimadir qilib internetdan o'chirib qo'ymasam, bu bola o'zi menga reels tashlashni kun tartibiga aylantirib olyapti, ko'z tegsin. Bunaqa bolalar menimcha tovoni bilan o'ylasa kerak deb o'ylayman, chunki farosatiga jun chiqib qolgan Instagramda reels ko'rish super qobiliyat deb o'ylashadi va bu qobiliyat faqat ularda bor deb o'ylashadi. Ularning fikricha biz reels tarafga o'ta olmaymiz. Kerakli reelslar tashlasa ham mayli, misol uchun bo'lajak akusherlarga 5 ta maslahat degan videoni ko'rmasam ham meni hayotim bir xil o'ta olsa kerak deb o'ylayman-da. Reels tashlagani mayli. Kechqurun gaplashib o'tirgan chiqsak, "Hali tashlagan reelsimni ko'rdingmi?" deydi-yu. Shunaqa payt nimaga dading ruxsat bermasa ham kechqurun ko'chaga chiqib olaverasan degim keladi-da. 500 ta reels tashlagansan, qaysi biri desam haligi bo'lajak turmush o'rtog'im oyiga 100 million topish kerak degan qizning reelsi bor, kommentariyasi zo'r ekan deydi. Unaqa videolarni kommentariyasiga kirmay turib bilaman. Unaqa videolarni kommentariyasida kelasi 5 yil ichida kambag'allar reytingidan faqat o'lsa chiqib ketishiga uverin bo'lgan bolalar ana qizni tana a'zolarini va qavmi qarindoshlarini so'kayotgan bo'ladi va ana qizni o'ziga o'xshagan Miss Pivo festival va bitovoy invalidlar uni tarafini olishayotgan bo'ladi. Bu maktabda tadbirlarda o'yinga tushgan momentimiz bor. Imенно xotiramdan, hayotimdan ash qismini qanday o'chirsam bo'ladi, kim deleted account qilishni biladi. Optoda zalga kirib olar. Yo'q, zalga kecha artist kirishmaysan. Optoda shunaqa cringe, zaribejniy moda bo'lgan payt kallalarni mana ustozlar ham aytib bermagan ekan, bolalar o'zingni bosish demagan ekan. Zil chiqishdan chiqish. Lezginka trend bo'lgan mahal biz pik davrimiz bo'lgan ash payt. Har tadbir 7 ta sinib chiqib olib lezginka tushib yomg'ir chaqirar deydi. Biz 5 kishi chiqib turib o'yinga tushsak, mendan ko'rgan odam bu beshalasiga 5 yil qo'shiq eshitilmayaptimi deydi-da. Biz o'yinga tushimizni ko'rgan lezginlar qo'shiq chiqarmay qo'ygan o'zi. Tushunyapsiz? Qo'shiqni ham 7 minutlikdan tanlash. Shibili bappa deganidan tanlardik. O'rtada DJ ga SMS ham kelib qoladi. deb. U qizlarni ham bilasizlar, haligi tug'ilganda menimcha shu qo'shiq o'yinga tushdi, bilib tug'ilsa kerak deyman. Har tadbirda chiqadigan qo'shiqlar. Do'ppi tikdim, ipaklari tillodan do'ppilar. Har xil do'ppida chiqish. Bittasi dadasini do'ppisi, bittasi vaqti telpa bilan kelgan. O'tgan safar yutkizuvdi-ku 2-0 ga. Ash paytda sizlar tushunmadinglar-da. O'sha payt Ispaniya ham necha o'ynab qo'ygan, Fransiya ham yutkizib qo'ygan. Biz favoritlar qatoridamiz. Sizlar u deyapsizlar, u favoritlar bilan bir xil ketyapmiz. Bugun Gollandiya ham 2-1 ga yutdi, lekin biz 2 ta penaltini qo'yib berdik. Atay bolalar taktika bo'yicha o'ynayapti, hozir taktika bo'yicha. Hali qo'qitib yubormaslik uchun, bular ishmas ekan deb o'ylasin deb 2 ta penalti qo'yib berishdi. O'yinda yutib qo'ydik. Sergeyev ko'ryapsizlar, u golni hidab yurib topadi golni. Lekin shu o'yinning oxirida shu Saypiyev jitcha travma bo'lib qoldi. Endi nima bo'lar ekan to'g'risi bilmayman endi. O'rniga kim tushadi endi uni? Sayfiyevsiz rosa qiylanamiz. Kim menga qarz bergan bo'lsa, keyin kreditlarim hozir to'lab qo'yaman hammasini. Men har xil futbol muxlislarini ko'rganman, lekin bunaqasini birinchi marta ko'ryapman, to'g'risi akalar. Arsenalning muxlislarining ichida ham adekvatlari bordir, lekin bugun bir 3 tasi bilan o'tirib qopman, to'g'risi. Sakani prime deydi, Ronaldodan kuchli deyapti. Sakani prime bo'pti qachondir, biz bilmay qolibmiz onasini ham. Sakani otasini ham haqqi yo'qdir, Ronaldodan kuchli deyishga Sakani, to'g'risi. Uka 20 yil futbol ko'rganman, men bilan sportlashmaydi. 20 yil badminton ko'rmaysizmi shuni o'rniga? Kanoeda eshkak eshitib ko'rib o'tirmaysizmi? Finshun kuchli devorganingizda hech kim tanimasdi bo'pti deb qo'yadi. Ventilyatorda ko'rganmikin futbolni deyapman, to'g'ri. Chunki televizordagi futbolni unaqa emasda. Ronaldoning kallasi turgan goli ham Sakani butun karyerasida golidan ko'pdi. Qanday sol? Mana Ronaldo Messini solishtirsa, men hurmat qilaman-da, chunki ikkalasini ham sababi bor-da. Misol Messi desa ham xafa bo'lmayman, Ronaldo desa ham xafa bo'lmayman. Umuman hurmat qilaman. Lekin Sakani solishtirishchi men ishontirib yubormoqchi bo'l. Akalar, xuddi haligi Kinder
Konor Makgregorni urib qo'yadi degandek qilyapti-da menga. Ko'r olish kerak odam buni solishtirish uchun.